Assalomu alaykum. Nahmaydan programmamga hoş geldinglar. Guli Maqsud kanalidan sizlarga salom. Bugun necha bo'lib ketdi chizlar hozir tushdan keyin soat 4. Bugungi videomda bugungi videomda video ishlashning muhimligi, tarixiy ahamiyati to'g'riliq bir narsani so'zlay dedim. Bu videoni tunishtirgan Nabija akimizga alohida rahmat. Bir necha oy ilgari mana shu videoni tavsiya qilgan video ishlashning muhimligi to'g'risida deb alohida rahmat aytman. Shunday foydali bir ahamiyati bor deb qaralgan videolar bo'lsa tavsiya qilsanglar bo'ladi. Bu videomni ishlashimdagi yana bir maqsad, yana bir sabab deb qo'yay. Shu video o'chirilib ketgan videolar haqida. Erkin Osiyo radiosiningki 7 ayning 5 kuni Urumchi qirg'inchiligini xotirlash haqida ishlagan bir qator xabarlarning ichida Urumchida yuz bergan shu voqeadan keyin ham Qashqardami bir shundoq nima bo'lib degandiq. Namoyishni qurolliq bostirgan bir ish bo'lib degandiq. Shuni Urumchidan ta'tillik uyga qaytgan bir o'quvchininki uyininki darisi turib, aytganiki maydonni aniq ko'gil bo'ldi ekan. Shu maydonda turib olgan videolarini ta'tildosh maktabga qaytgan vaqtda shu videolarni yuvib degandiq qo'qib. Shuning bilan u Erkin Osiyo radiosiningki xabaridagi u o'chirilib ketgan videolar haqida Qashqardagi etika uyda yuz bergan qurolliq bostirishninki isbotlariningki hammasiniki yuyilib yo'q bo'lganligini ko'rib, shu xabarni o'qib shunday ko'nglim bir xil yerim bo'ldi-da. Bu bir sabab. Andan keyin yana bir sabab Abduvali Ayub muallimning yozmasini o'qib, Abduvali Ayub muallimning bir jurnalist bilan ko'rishgan chog'da bir do'konning ichida bir muncha Uyg'urlar tarafidan tahdidga uchragan bir yozmasini ko'rdim. U tahdid o'tgandan keyin ular qochib qutulgandan keyin elki jurnalistningki elib olgan videolikmi yo ovozlikmi shunday bir uchurlarni Abduvali muallimga yetkazib bergan chog'da Abduvali muallim o'zi talab qilib bu uchur videolarimiz yuyilib ketsin deb degandiq. O yana bir sabab. Shu ashna qilib xalqlar nemishqa videolarini yuvib etadigandu deb o'ylayman-da. Ko'rgingiz kelmasa yoki bo'lmasa u videoni boshqalar ko'msin deb nima qilsangiz biriga saqlab qo'ysangiz, ayrim saqlab qo'ysangiz bo'ladi. Bir mana Xitoyning jinoyatini xotirlab qoladigan, tarixiy isbot bo'ladigan Qashqar etikadagi qonliq bostirishning videolarini yuyilib ketibdi. U İstanbulda yuz bergan tahdidninki tafsiliy mazmunlari Uyg'urlarniki kim ekanligi, u tahdidninki mazmunidan aniqlam mayli u tahdid solg'uvchilar Uyg'ur bo'lsin, mafiyalar qaysi millatdan bo'lsin, uningdagi mazmun shu Xitoyninki tahdidlari bo'lgandan keyin umi bir paket sifatida saqlanib qilish kerak edi. Ularni o'chirib etishni talab qilib, u videolarniki o'chirilib ketishimi bir ish qilib odamniki ko'nglini ichindiradigan bir tarixiy isbotlarniki yuyilib ketganligi ichinishliq bir ish u. Qandoq bostirildi, qancha odam o'lib ketdi u Qashqar etikadagi u 7 ayning 5 kunidan keyingi atislam yuz bergan u ishlar. Tafsiliy xabarlarni ismini oshkorlashni xohlamagan kishiningki bergan intervyusini ovozliq deymiz. Tafsiliy bo'lingan voqealarni o'z ko'zi bilan ko'rgan voqealarni tafsiliy nima qilingan shuna bir nima bor ekan. Erkin Osiyo radiosida shuna xabar bor ekan. 5-yil to'g'riliq oqiqadan chiqqan xabarlarning ichida. Ko'pchilik vaqti balo o'zinglar izlab 5-yil voqeasi Qashqardagi qo'zg'olonniki namoyishninki qonliq bostirilganligi, o'q tutilganligi, qanchalagan odamlarninki besib yalab tutib olib ketganligi degandek xabarlarni faqat og'zaki isbot guvohlik berilgan taqdirdami o'zininki kimligini oshkorlamagan asosda berilgan guvohlik. Videolarni o'chirilib ketdi ayni chog'da ta'til tushib maktabga qaytgan vaqtimda o'chirdim debdi. Boy deganimdek shu video degan narsa o'chirib o'tmaslik kerakdi. Tarixiy isbot bo'lib qolgan shuniki muhimligi to'g'risida mayada bir Yahudiy qirg'inchiligida yuz bergan bir nimani misol qilib, shuni bir 5-6 minut o'tiribdimi, qandoq jazo lageridagi fotografchi degan bu
kinoniki qisqacha tushuntirilishgan shu to'g'ri shuni misolga olib qanchalik video ilish saqlab qo'yishniki qanchalik ahamiyati bor ekanligini shu mau jazo lageridagi fotografchininki saqlagan narsaniki keyingi xalqaro sud ichilgan chog'da isbot dalillik bo'lib o'tirg'i chiqqanligi qatorliqlarni misolga olib so'zlab yana bir muncha o'zimlik o'ylaganlar bor. Şoňlaşqa bugün sizler o'tirib so'zlaydigan yana bir video qo'ldan bo'ldi. Qaqshaydigan video bo'ldi. Nimishga o'chiraysizlar videolaringlarni debchi. Intayin muhim material ekan-doq. Qashqardagi o etikada yuz 基 bergan 数巴的躺着数十具被纳粹枪杀的囚犯尸体，负责为他们收尸的同 maniki pishib keltirib bir saqlolay. Bir muncha ulanishlarni tayyorlab qo'ydim. O'zimninki YouTube kanalida o'chirib etishni talab qilingan videolar deb bir muncha guvohlik videolari qatorliqlar sizlarga birdan misol elib, yana bir qatim guvohlik video sifatida man saqlab qolay. Ayni chog'da 7-oyninki 5-kuni men Urumchida shu nimaga qatnashgan deb ayni chog'dagi qatnashgan chog'dagi shu xalq maydonining rasmlari Uyg'ur deb vaqirgan shu namoyish qilgan vaqtimizdagi rasmlar, videolar qatorliqlarni dunyo ko'rib boqmagan rasmlarim, videolarim deb so'zlagan shu 2 soatlik bir naq maydon bevosita naq maydon taqib bilan so'zlab video rasmlarimni chiqargan shunday nim bor. Ayni chog'da men qo'rqqan, o'limdan qo'rqmaydigan ish bo'lamdi, mendan qo'rqudi shu. Ayni chog'dagi shu 7-yo'l voqeasidan keyingi kunlardagi urumchilarni o'ylab beqinglar. Kichik bolalarninki daraxt ustlariga chiqib olgan chog'da Xitoylarninki shu to'qmoq, pichoq, kaltaklar bilan turgan rasmlarni to'rlarda ko'ryapmiz. Bu shu kunlarda men Urumchida men qo'rqmayman, albatta qo'rqaman. Shu qo'rqinchning ichida 7-8-10 yillar o'tib ketgandan keyin ananiki naq maydonda bevosita taqib, ya'ni YouTube kanalini ochib, odamlar YouTube ko'rmanlar hamda Twitter'dagi ochgandan keyin bir ta'sir doirasi bor bo'lgandan keyin ananiki maxsus shu rasmlarni, videolarimni nim qilgan bir tarixiy ahamiyatlik, muhim faktliq shundoq videolar. Bu Erkin Asiya radiosida ishlangan shu xabar to'g'risidagi ya'ni Qashqardagi juyayotgan shu videolarim bak ichim og'riydi. Meniki shuni qanday qilib juyilib ketgan bu edi deb qo'rqish hammamizda bor, lekin shu o'zimniki kompyuterning ichidan Winjanning ichidan Winjanja deymiz, bunday hujjatning ostiga hujjat qurib hech kim topolmaydigan darajada hech kimga ko'rsatmagan videolarim, dunyo ko'rib boqmagan videolarim, rasmlarim deganim shu. Shunday qilib bir amal qilib 2012-yilga kelgan chog'da chegaradan orqadan 2 qatim tashirgan chog'dami yurak qo'qib aramda chiqqan. Gap juyatmagan. Bir narsani juyatishingizga to'g'ri kelsa, qarag'ingiz kelmasa bir saqlab qo'yib hech kimga ko'rsatmasalar bo'ldi emasmi? Meni hatto burunqi uzun yillar bo'lib ketdi, u rasmlarni ish qilib bir yerda bor nadigan tanish qilib saqlab qo'ygan. Bu xalqlar o'ziniki burunqi narsalarni o'ylamaymiz, ko'maymiz deb u muhabbat xatlarini yirtib, to'y rasmlarini yirtib. Lekin u sizningki to'yingiz bo'lgan, rasmlarmi burun bo'lgan, uni o'chirib yetishniki, yirtishniki hech qanday ahamiyati yo'q. Ama o'tgan bu tarix ishlar shu bitta tarix bo'lib qoladi, u yana shu bitta turadi. 5-yo'l voqeasi mashinaga o'xshash. U siz bir narsangizni o'chirayotgan taqdirda, uningki bo'ladigan seni shu tarixiy paket sifatida bir narsani yo'qotsangiz, aman tarixni g'alaba qiluvchilar yozadi u yerda. O'zlari qanday yozadi. Biz ayni chog'da tinch namoyish qilgan degan ular bulonchilik qildi, urdi, chaqdi, kuydirdi. Daza Changshaurib boshliq bir ismlarni qo'yib degan aqaqni Uyg'urlarniki qanday terrorist ekanligini butun dunyoga shunday tashviq qildi-ku. U biz o'zimizniki oqlaydigan videolarni juyatishimiz. İstanbulda yuz bergan o tahdid silishninki o materiallarni yig'izib o'tishi, uni to'g'ri ish emas. Xitoyning jinoyatlarini ifodalaydigan narsalarni hammasini juyatib tursak, keyin og'zimiz bilan voy biz undaqdik degan bilan bo'lmaydi, bir paket isbot bo'lishi kerak u yerda. Shunlashqa o'chirmagan yaxshi.
onunki qanchalik ahamiyatli ekanligini ma'unundan ko'raylik. 雪地里横七竖八的躺着数十具被纳粹枪杀的囚犯尸体，负责为他们收尸的同胞看着尸体，眼里却充满了羡慕，因为在这里能够被纳粹枪杀。 Ovozni o'chirib bilan Uyg'urcha bir ko'ri tushuntirib beray. Bu video qanaqkan desanglar shu kino qilib ishlabdi tarixda o'tgan shu bir fotografchininki qilib o'tgan ishlarini kino qilib ishlabdi-da. Mau amaliy bor bo'lgan tarixniki isbotlari, mau kino qilib ishlagan bilan ayt yuz bergan ishlar, haqiqiy rost bo'lgan ishlar. Mushu ishlarni shu jazo lagerda bir odam bo'lganda shu maxsus nim bilan nim qildigan shu natsistlarniki uylariga berib fotografchilik qiladigan, natsist lagerning ichida shu narsani rasmga tortadigan bir amallar qilib shu videolarni shu video deyman rasmlarni fotografchiniki rasmlarini dunyoga sirtiga chiqib o'tish uchun shu nim qilgan ko'rsatgan tirishchiliklari, bergan qurbonliklari degandek ko'pinchimiz hammasi Xitoycha biladigan bo'lgan 对外宣传集中营内囚犯过得很好的假象，被拍摄好的照片由马里奥和瑞肯负责冲洗，然后会被瑞肯送到柏林政府手上，用以宣传和遮掩。除了平时的宣传照以外，那些被纳粹虐杀的尸体也会被利用起来，他们会被军官象征性的补给枪，然后摆在地上，营造出越狱被杀的模样，然后让马里奥进行拍摄。 o'zlari etib o'ltirayotgan jasadlardan foydalangan ekan. Ayda etib bo'liblam uni sim to'rga esib bilan buloqlashmoqchi bo'ldi deb sim to'rining ustiga esib qo'yib jasadini ashuni rasmni tortqizgan ekan. 气室和活体实验外，还有人被活体解剖制成标本，还有让那些瘦弱的人脱光，站在雪地里活活冻死，亦或是把一些老人轻度麻醉送去焚化间活活烧死。军官们喜欢囚犯被烈焰烧醒后临死前的痛苦嘶嚎，这些在天堂之路面前都只不过是小儿科罢了。所谓的天堂之路是指采石场的阶梯，被送到这里的人会被要求24小时无休止工作，也就是我们俗称的007工作制。他们没有任何食物和水，只能在无尽的搬运过程中活活累死。这天，军官送给马里奥 自己个小忙。先前，军官因为一个囚犯说错的话，直接开枪枪毙了他。为了不浪费这具尸体，军官让马里奥把尸体扔到外面的铁丝网上，并拍摄一张囚犯越狱被击杀的照片。而在暗房内洗胶片的马里奥觉得无聊，打算看看瑞肯拍摄的胶片。然而这一看把马里奥吓坏的。瑞肯的胶片里除了宣传用的以外，还有一整套纳粹屠杀囚犯的照片。意识到这些胶片都是揭露纳粹暴行的证据，马里奥连忙把胶片藏了起来，并在心里默默盘算着如何把这些东西送出去。然而，瑞肯的行动超出了马里奥的预期。他知道那些胶片不能留，下令让马里奥和同伴将暗房内的 Mauningdek ekranni cho'ng va kichik qilib nim qilishim bog'liq bizniki reaction video deymizmi bir inkosimizni bildirgan videolarni shuning qarta o'ylaganlarimizni so'zlaydigan videolarni reaction video deydi. Ammo bu bundaq videolar YouTube'ninki reaction videolari shunaqchiq ya'ni xalqning videosini o'ziniki qilib oladigan bundaq videolar bo'lib qolmasin degandek deymiz endi tushuntirib qo'yamman g'ajab. Mushunaq bir ish bo'lgan ekan shu. Jazo lagerida bir fotografchi shu rasmlarni sirtqi dunyoga chiqarish uchun ko'rsatgan tirishchanliklari, bergan qurbonliklari. Ondan keyin bu fotografchininki bayqilib qilib, ayrim solab qo'yganligi, ayrim solab qo'yganda o'zininki jarohatlardan, ya'ni qiyin qistoqlardan qolgan jarohatdan paydo bo'lgan qurtlarni yeyish orqali hayotni saqlaganligi deymiz. Mana bu videolar Uyg'urlarninki hozir yuz berayotgan ishlarninki ichidami bor. O'zinglar nimani ko'rib boqsanglar bo'ladi. İstiqlal televiziyasininki Tursunay Ziyodun xonimni ziyorat qilgan chog'da shunda bir nim bergan jazo lagerininki ichidagi ocharchilikni tasvirlagan bir videosida qanday deysanglar Tursunay Ziyodun xonimninki deyishicha lagerning ichidagi kishilar yotadigan yostiqi samon yostiq bo'ldi emasmi? Samon yostiqning ichidan bizningki adillarimiz Tursunay Ziyodun xonim bilan tang shu yostiqning ichidagi samonning ichidan bir tal bug'doyni tepib, bug'doyni sho'rab, bug'doy non yegisi kelib ketgandek darajadagi shunday nimalarimiz bor.
Aşında bəgən guvahlıqları var. Aşınga o'xshash ma'u bayqilib qolgandan keyin bu fotografchi bayqilib qolgandan keyin ocharchilikda shu o'ziniki badanidan chiqqan iliqi yara ig'izdagi bir narsalarni yeb hayot qolgan. 都不是人，你可以随意射杀。在场担任酒保的囚犯们瞬间沦为了活靶子，被小孩射杀。当他瞄准小孩小黑时，善良的大叔阻止了他，并收留了小黑。马里奥趁机把一卷胶片塞进了小黑的口袋，小黑因祸得福，成为大叔的下人。但马里奥却没有那么幸运，他回去的当天，艾斯就被带回了集中营。军官们为了杀一儆百，决定让囚犯们亲手吊死他，还让每个人都好好看着他的尸体。好友的惨死让马里奥失去理智，他找到瑞秋，并对他大打出手。也是因为这个原因，他被关进了死囚房。不过他在这里遇到了先前制作收音机的同胞，他还没有死，不过也离死不远了。为了保护胶片，他每天靠着自己伤口上的蛆虫度日。如今他已经重病缠身，奄奄一息。他告诉马里奥，艾斯其实早在离开的第2天就被德国党卫军抓了回来，自知难逃一死。为了保护众人，艾斯吞掉了一半，保留了剩下的一半，并在之后挖了个洞，把胶片给了他。现在他把2份交给了马里奥，希望马里奥能够把胶片带出去。马里奥拿到胶片后，将它藏在了洞里。之后的一段时间，德军每天对他严刑拷打，但马里奥无论如何都不愿意透露半个字。失去耐心的德军将他装上了通往古森集中营的车，可车没开一会儿便停了下来。是盟军逼近了这里，军官原本打算将他们就地枪决，但听到盟军的声音，军官为了自保逃离了这里。集中营内，德军全部撤离，尤先则被留在了集中营。他的下场可想而知，被众人活活打死，撕成碎片。最终，集中营被彻底攻陷，还没来得及离开的军官被扒光衣服吊在了铁丝网上。囚犯们拉垮了集中营门口象征着德意志的双头鹰标识。负责摄影的马里奥拍下了这一幕，并且拿回了那卷胶片。而之后，马里奥手上的胶片成为了战后审判时最为有力的证据。故事到这里就结束了。本片片名《集中营里的摄像师》是一部上映于2018年的2战题材电影，改编自犹太人撰写的战后回忆录，同时也是发生在毛特豪森集中营的真实历史。影片的最后是一套黑白照片，这些照片正是出自马里奥的历史原型所拍摄的作品，也是揭露纳粹罪行的证据。值得一提的是，毛特豪森集中营内曾经关押过5名中国劳工，他们本是被欧洲骗来的廉价劳动力，却不想被德军一同收押进了集中营，并且在1944年的时候就被全部处死。如果不是一位西班牙摄影师的勇敢行为，恐怕他们在这个世界上的最后一丝痕迹将永远不会被世人所知。Ko'pchilikningki izlab jazo lageridagi fotografchi degan 2018-yil chiqqan video ekan. Kino qilib ishlangan kino ekan. Shu kinoni ko'rib baxsanglar ma'vu xitoycha shuniki tushuntirilgan Shibanya degan ispaniyalik bir shu fotografchiniki jazo lagerining ichida yuz bergan ishlarni shundoq boya degandek shunaqa tartiblari, jarayonlari u rasmlarninki anikin xalqaro sudda sud ochilgan chog'da qanchalik rol o'ynaganligi degandek demoqchi bo'lganim hamda video rasm degan tarixniki isbotlari shundoq saqlanib qoladigan narsa. Tarixiy ahamiyati bor bir narsani o'chirmayli. Ishonamanki hozirniki o'zdimi, mushu kunlarniki o'zdimi ayni chog'da, ya'ni 7-oyning 5-kuni Urumchi qirg'inchiligi yuz bergan vaqtda shu kuni Urumchida borlar. Hozir balkim dunyoning har qaysi joylarida u yerda bu yerda bor bo'lishi mumkin. Balkim ularningki qo'llarida mana shunday rasmlar, videolar bor bo'lishi mumkinchiligi bor albatta. Ish bo'lganda o'ziniki ko'rgan, anglaganlarini o'tirib chiqib shunday so'zlab bir qoldirib qo'yishgan degan umidda hamda undaq tarixiy ahamiyati zo'r bo'lgan narsalarni yo'qotmasgan degan umidda. Endi bu bir sabab, ikki sababdan so'zildim. Bu videomni ishlashimdagi sababi bir Sarkin Osiyo radiosiningki ishlagan shu xabardagi Qashqardagi namoyishninki video rasmlariniki o'chirilib ketishi, yana birisi Abduvali Oyib mo'limninki tahdidga uchirgan chog'da shu videolarni shu amsini muxbirdan o'chirib etishni talab qilganligi shu ikkisini so'zildim. Endi o'zimninki videolarimga kelsam 2 yil avval men bir naq maydon qilib so'zildim. 2 yilning oldida marhum Ibrohim Qosim Ibrohimjonninki hayot vaqtida aytgan guvohlik so'zlari deb bir video ishladim. O'lib ketgan odam bo'lgandan keyin
Onunki ovozlari, rasmlarini o'zi menga topshirgan oyat vaqtida. Shuna qilib bir naq maydon so'zildim. U bola 2019-yili 5-oylardimi, 6-oylardimi ishqilib meniki dastlabki o'sha YouTube kanalini boshlaganlardan tortib, ancha-muncha inkoslarni yozib qo'yadi. Inkoslarni yozib bo'lib, o'ziga tunishtirish ma'nodan ish kirdi ko'ryapman deb o'zining ahvolini har bir qatim yozib bo'lib, men qaytargandan keyin o'chirib aytishimni talab qiladi ham o'chirgisi yetadi shuna qilib u inkoslarini o'chirilib maqan 2019-yil 12-oy kelgan chog'da soqchilar uniki qaytishini talab qilgan degandek shu ovozli uchurlarni ya'ni Qashqarga qaytib 6 oy o'tgan chog'da tuyuqsiz jimda u nimalari yo'qolib ketgan. Ya undidardagi rasmlarni almashtirmaydi, ya bir boshqa bir narsa yo'llamaydi degandek hayot vaqtida menga deyishcha men uyga qaytib qilyapman. Navoda men undidarga hech qanday bir narsa yo'llamasam, 2 oygacha hech qanday bir narsa tevish bo'lmasa, meni shu o'rganish kirib ketibdi deb tushunsangiz bo'ldi, zerkim qilib qo'ying deb o'ziningki kimligini rasmga tortib, rasmlarini menga yo'tib bergan. Boshqa qilib uyga qaytdi, 6 oydan keyin jimjit yo'qolib ketdi, 2 oygacha hech narsa bo'lmadi. Shuna qilib bu yerdan menga bergan uchurlari bilan surishtirishga boshladim. Surishtirib bo'lgandan keyin men boshda dastlabda chaqchaq qilyapamdikin deb o'ylasam, lekin xalqninki o'limini hatto o'lgan vaqtidan tortib yil oy kunlarini deb bersa, albatta u yolg'on emas-da. Shuna qilib 1-oyda ketdi, 6-oyda yo'qolib ketdi, 8-oydan boshlab 9-oygacha shu bir oy buningga ish qilib surishtirib yurish orqali tugab ketganligini, ya'ni 5-oyning 29-kuni tugab ketganligi xabarini olgandan keyin naq maydon so'zildi mendan keyin. U naq maydon programmamda uning hayot vaqtida aytgan guvohlik so'zlari, ya'ni o'ziniki tangtushlarininki qanday qilib tutib aytilgan beshi qarxolti kiydirib aytilgan 7-8 nimlari yaqin tangtush birodarlari o'ziniki bir tuqqan ismi kimdi? Twitterga chiqib yozgandim. Tog'asi deyman ama tuqqanlarininki ism familiyalaridan tortib ish qilib oz deganda 10 necha odam bor u menga bergan uchurlarning ichida. Ashlarni hammasini naq maydon qilib so'zildim. Beshig'i qarxolti kiyib aytilgan narsalari, nima shu og'illari urug' tuqqanlarning ichidan tog'asiniki o'g'li va tog'asiniki kesilib ketib vaqt tushib chiqmayotganligi degandek ashlarni hammasini degandan keyin bu naq maydon programmam o'tib taxminan 1-2 oylar o'tgandan keyin deyman Arknasiya radiosining diqqatini tortib shu yerda shu naq maydondagi programmamni boshdan oxir ko'rib ondan keyin qaytadan tafsiliy bizga mushundaq bir uchurlar kelganda lekin kimligini aniqlay olmagandik. Sizniki nimda ism familiyalari adresi aniq bo'lgan biz nima qilib boqaylik, biz tekshirib aniqlaylik deb 19 yoshlik Ibrohim Qosimniki shu o'lim xabari haqidagi oqoqimni 2 xabar chiqdi. U xabar inglizchaga tarjima qilindi. Xabar chiqiblam ondan keyin Xotandan bir Uyg'ur saqchi bola meni unditarda qo'shibdi. Yani şu İbrahim Qasımga munosabatlik şu tangtush bolalari nima deyman ish qilib u undidardagi rasmlariga qarasam meningki ko'nglim yerim bo'lgan yerlari Uyg'ur saqchi bolalarninki qanchalik darajada kompartiyaga sodiq bo'lib ishlaydiganligi, o'zininki rasmlaridan tortib ko'rsammi qanchalik o'zininki bir faxrlik bir saqchi ekanligi. Shuningdan bak ko'nglim yerim bo'ldi-da. Bizningki kelgusi avlodlar taxminan shu 20-21 yoshlar atrofidagi saqchi bola bo'lg'idiki rasmlariga qarasam shundoq. Shu rasmlardan o'zininki bir Xitoy saqchisi bo'lganligidan naqadar faxrlanadiganligi, maktablarga berib kichik boshlang'ich maktab o'quvchilariga askarlik mashqlarni qildiradiganligi degandek shunday rasmlarni hammasini ko'rmanda. U Ibrohim Qosim to'g'riliq ishlagan videolar. Men bu yerda onun boshqa yana bir videoni misol qilay. 90'lardagi musiqa o'qituvchisi Dilshod Munavvar haqidagi video ishlagandan keyin
Onu sürüştürsem qanaq boldy desеңler, bäziri 8 yıl kesildi deydi, bäziri 10 yıl kesildi deydi. Qanaq kelgini men bilemdim. Işqılıp kesilip gitipdi dep Arkeasiya radiosununkiga yana xabar yetkizgandan keyin ularniki aniqlash jarayonida haqiqatan shundaq Dilshod Munavvar ismli bir musiqa o'qituvchiniki bor ekanligi, uniki tutilganligi degandek u xabar nim qilindi. Onu o'chirib o'tishni talab qilganlar shu bizningki yezliq saqchininki onu öçüresin, bunu öçüresin dep dadı işxanasida oturup sözläberdiňe okşaýdy garaganda şundaq qılıp o bir video öçüretişimni talap kıldy. Yana bir video degende şu men özüm 90 naýsyny bolgandan keyin özümniki yurtumniki o ýabyalaryny kögüm keldi eken şuna kılıp tokdumay özümniki yurtumga dair bir näsler izleýmen körüp köçülaryny körsem şuna köňüm hoş boldy şuna kılıp bir Hazır Ündidarda kanallaşkal boldy eken-de. Ündidarnınki bir kanal, maxsus kanal kılıp nim aşadan 90'daki şu nahiye bazarını tatıp ilallıkçı baradigan toq yollar hemsini işte menzillik güzel jeýlarny agan dep aşında bir nim barken aşda kılıp 4-5 minut etrapydaki 90'daki hemme ýerleri görüngen aşında bir video barken onun YouTube kanalyny koyup muşundaq özümniki tugulgan yurtum, öyüm cennetke tutuşudan yol dep o videonu çıkardım anandan keyin. Onundaki o videonu öçürüp etişdiki talap kılışdaki sebepler nime deseňler, gerçi o qarsaňlar hesaplamdy, yezi yollary ýandaq mundaq degende şundaq videolar bolgan bilen videoda mundaq Xi Jinping her millet halkı bilen birlikde degen lozunglar bar. İlallık yesi sizni karşı aldı degendek güzel ilallık sizni karşı aldı degendek onun lozunglar bar. 2-3 mescit bar, anankin mescitning ustidagi ay belgisini elip etilgen. Ananki menki burunku mahallamdagi mescitninki aş işik aldı bütünlay çıkıp etip taqıp etilgen. Mescitlarniki görünüşleri, o propagandalarniki görünüşleri degendek bolgandan keyin şu sebepden do dep oýlaýman go amdy. Bu Dilshod Munavvar musiqa okutuvchisiningki tutup ketilgenligi ras şu tutup akitipdi, yıl kesip ötüpdi. Gerçi 8 yılmı yoki 10 yılmı bilenmegen taqdirdimi, işqılıp oniki kesilip etken, tutup akitilgenligi omu dalillendi. Onu öçüretişini talap kılışninki şu asas batı şu nim deymiz? Özniki jinaýatyny ýok kıldyganga, o bir näse bir torgu bir çıkıp bolgandan keyin onu siz öçürüp etken taqdirdimi, aman mesela men öçürüp eýdeli. O dogurluk çıkan haberler bir neçe ýerde bar. O wagt kelse sotlaga çıkıp men isbatlyk bere alsam bere alayman şu iş rast dep. Hakyky rast bolgan işden isbatlyk belgili bolady. Yana bir öçüretiş däli o Xitaynyňki öçüretişini talap kılgan videolar tutulsun boldy. Çet eldeki Uygurlarnınki öçüretişini talap kılgan videolaryny da bereslergemdi. Bir neçe video. Birisi Cumhuriyet Partisi toğırlıq videolarını çıkargandan keyin şadıman Uygurman YouTube kanalydyma toxtamay uzun 1 saat 2 saat sözler tikema qılıp bu yerden näinçe şunaqla kögen toxtap keling da. Bu tahminenki birinci qitim çıkargan videom te kendiki o isbatlyk o bu bir näsler diýendeklerini tek çıkarman. Hazır Oýlasam kögüm kilde boldy. O toğurluk demey boldy. Birisi şu Cumhuriyet Partisi toğurluk videolarını çıkargandan keyin meniki bir aly mektepde bil okugan Xitay sawatşym batdy. Uýgurça mektepde okugan Xitay sawatşym. İsmi Wang Xinghai dep onuň aýrym video kılıp sözlegen näsrim batdy. Şu maňa video ýolap ata-ananyň öýüge bir sizlarni eýwetip ahwal sorat kılaýman videoga gelip keldim. Dep boşundaq bir uçur ýazgan nim bar. Onunki wagty saatymy şu partiya toğırlıq sözlegen bir monçu videolarniki naq şu wagtda ýüz bergen işler. Onundan burunky maňa tähdit sagan tähditlerini Twitterga çıkargan bir jaglarda Twitterda gatty golgol bolup gitip onuň Arkeasiýanyňky radiosu çykyryp, ankin Guardian'nyki haberi we başga nim iş kılıp şu çaglarda isini bilsem maňa uçur kılganlar helili köpdi. Men Palaniýanyňky muhbir ýyldaýdy, men muhbir deslam sözlerlerden çaglarym te o çagda. Signaldan bulamdy, WhatsApp'dan bulamdy, ýa bir Telegram'dan bulamdy. Moşta işler boldy. Men moştaqda diýip resimlerini mi ýetip berdim. Şu çagdaky bu vatan sırtadakilarniki yana bir misalyny elip etsem, yana bir nahmaydan kıldım. Vatan sırtadaki Uygurlarniki öçüretişimni talap kılgan videolar dep.
O videolarımda nima to'g'riliq deysanglar, vatandagi begunoh o'lib ketgan Uyg'urlarniki tirik tizimligi degan nimada shunaqa 10 sekundlik, 15 sekundlik o'lib ketgan Uyg'urlarniki videolari to'xtamay chiqadi. Ashlarni hammasini yig'ib, shu qisqa videolarni uzun bir soatlik shunaqa naq maydon qilgan. Ashlarniki o'lib ketgan kishilarniki ichida bir qaysi davlatda bo'ldi demay ish qilib bir e'lon bor ekan. U o'lib ketgan kishi o'ziniki qiynokisi ekan. Qiynokisi dedimi, qiyninisimi? Ish qilib o'lib jazo lagerida chiqqandan keyin o'lib ketgan. Odam o'lib ketsa-mu, ma videoni o'chirvasangiz deb talab qilishi. Sirtqi dunyodagi birsiniki dahi. U oila a'zolari, qarindoshlarim o'lib ketdi, yo'ldoshim o'lib ketdi, u o'lib ketdi deb oyaga to'g'ri chiqarsa, chet eldagilar ma videoni o'chirvasangiz deyishi. O'zi yashab yetibdi, oydagi o'lib ketgan bolaniki rasmisiga qarsam, meningdan yosh bola ekan, meningdan kichik bola ekan. Odam o'lib ketsa-mu, uydagilarga ziyon yetib qolmasin, bexatarlik uchun o'chirvasangiz degan gaplar. Odam o'lib ketsa oyada, men qarab bolaniki yosh, kichik bolaniki chiroyiga qarab meniki ko'nglim yerim bo'ldi. Yana bir misolni olib bersam, Bahar Foundation deb bu YouTube qarsam shundoq bir yaxshi bir faoliyatningki nimalarini YouTube ga qo'yibdi. U YouTube ga Bahar Foundation deb kirgizgan amallam qatasa o qizlarniki rasmi chiqadi ekan. Ama shu qizlar shu videoni o'chirib etishni talab qildi. Ammo bevosita talab qilmadi, men mashina gap yetkazib beribdi. O yerdagi u videosi qarsam, men chiqarmagan shu foundationni qurganlar ishlagan video ekan. Men faqat bir react qildim. O qilgandan keyin qachonlar qarsam bu videolar bir emas, ikki video turdi aslidagi manbada. YouTube'da turaverdi, tor dunyosida turavergan bir narsa o yerda o'chirvasin deydi. O video hozir chiqibdi. O'qish yordam pulini olibdi muhmuk, tomoqlarni yebdi muhmuk. Ikki mikrofon tutib olib, voy hashqallar rahmatlarni aytibdi. Shundoq yaxshi faoliyat bo'libdi. Meningki o'ylashimda voy shundoq yaxshi faoliyat bo'ldi. Bo'pti, bu bir haqiqatan madihlashga tegishli ish ekan. Shundoq narsani chuqur tashviq qilishimiz tegishli ish ekan. Odamlar bizniki ota-onamiz cho'nglar o'lib ketgandan keyin ularga duo qilamiz, nazar chiroq etib qarimiz yo'q. O'zimizniki turmushi yana yer shari cho'galaverdi, o'zimizniki turmushi ketaverdi. Ammo uningdek onasininki nomida, opasiniki nomida bir foundationni qurib, qizlarniki, Uyg'ur qizlarniki ma'rifi uchun asl qo'shayotgan haqiqatan maqtashga tegishli ish ekan deb chiqarsam o'chirib etishimni talab qildi ekan. Endi uniki sababini o'ylasam qanaqa ekan desanglar, YouTube kanal ochgandan keyin hozircha amdi o'zimniki rosa haqiqatan bir dong'liq faoliyat ekanligimni amdi o'zim e'tirof qilyapman. Boshqalarniki kanalda 3 hafta, 4 hafta, hozir bir oyga yaqin qoldi. Boshqalarniki kanalda tursa turaverdi ekan. Mening kanalimga chiqsa bo'lmaydi ekan. Bu qanaqa bir logikadir bu? Yana bir sabab shu. Bo'lsa shundoq u videoda ishimdagi sababim mana shundoq o'zimizniki ashungan qismini Uyg'ur ma'rifiga kuch chiqarsak, Uyg'ur ma'rifi uchun Turkiyada nurg'un, ya'ni bolalar kelgusi avlodlarningki o'qishiga yordam qilsak yaxshi ish ekan bu. Aning ustiga men texi hozirgichalik tarixda o'tgan shaxslarni bilamiz-ku. Hozirgi davrda ma'lum bir kimniki tugab ketgandan keyin, o'lib ketgandan keyin shuningki nomida bir foundationlarni qurib yaxshilarni qilayotganlarni texi uchratgan, ko'rib shundoq hayajonlangandim-da. Bak yaxshi bo'libdi, voymo bak esil ish qilibdi deb. Shularniki bu Istanbuldagi faoliyatini chiqarib qo'ygandan keyingi bo'lgan ishlar. U asli manba yo'qolgan bo'lsa, o'chirib yetay bo'lmasa, bir yerda turgandan keyin u mayada tursa bo'laverdi, oyda tursa bo'lmaydi degan undaq. Hijilomdag'a shu qatasi shu qizlar hijilomdinglarmi, yeganimni yebsizlar, oldiganimni olibsizlar, yaxshi o'qib o'tibsizlar. Hamda berib shularniki o'ziga sizlar shu o'zinglar hijilomma shuni o'chirib yetdinglarmi? Bo'pti. Tamam. Yana birisi shu o'lib ketgan, begunoh o'ldirilgan Uyg'urlarniki tizimligi degan shu tizimlikdagi u 1 soat atrofida 1 soat uzunlikdagi to'xtamay bir videoni, bir odamniki o'lganlik isbotini 10 sekunddan 15 sekunddan hisoblасakmi, 1 minutda olsang 4 odamniki o'lim isboti degan gap. 1 soatgacha to'xtamay o'lib ketgan kishilarniki hammasini yig'ib
1 soatlik uzun video qilib ep qo'ysam, shu videoning ichida o'lib ketgan kishilarningki tuqqanlari chet elda bor ekan, o'zlari bir narsa deyamisigu mayli, deyish kerakda endi. Ham shu o'lib ketgan tuqqanlariningki shu videosini o'chirayotgan bo'lsangiz deb talab qilishi bu aqlimga sig'madi. Yo, siz chiqarmisiz o videolarni? Shu vatanning ichidagi qarindoshlarimiz chidamay, shiddat azoblarini tor dunyosiga to'kib, dunyo anglasin, dunyo ko'rsin deb o'zlari chiqargan narsani siz boshqa bir davlatda bexaraman o'tirib, uni uchiriting, buni uchiriting desangiz, qanaqa bo'lgani bu? O'lib ketgan shu qarindishingizga shu qandaq? Tamam bo'ldi, shunchalik so'zlay bo'ldi. Yarım saatim eshib ketibdi birdan dilim. 25 minut tarafida qilay desam yarım soat qolmay. Tamam, bugungi so'zlaydiganlarim asosan shunchalik. Birmuncha video urinishlarini mishaga qilgandim. So'zlab bo'ldim asosan. Har qatim uni so'zlayman, buni so'zlayman deb o'ylab bo'lib, so'zlagan chog'da unutilib qolgan ishlar bor ekan. Xabarlarni misol oldim. İstanbul'da yuz bergan o masjid deyman. İstanbul'da yuz bergan o tahdid to'g'riliq so'zladim. O'zimniki mahallisidagi masjidlarniki chiqarilgan shunday bir videolarim o to'g'riliq so'zladim. Musiqa o'qituvchisi bor, marhum Ibrohim Qosim to'g'riliq so'zladim. Nima so'zgan bo'ldim, bir narsa unutilib qolgandek. Unutup qolgan bo'lsam, keyingi videomda ayrim so'zlamay bo'lmasam, shunchalik bo'lsin, ko'pchilikka mana. Xayr xo'sh. Kelarki videoda ko'rishaylik. Omon bo'linglar.